Kasal qiladigan, gohida o'lim holatiga olib keladigan mahsulotlar haqida gaplashamiz. Agar siz bu shakar deb o'ylayotgan bo'lsangiz, shakar spiskani eng oxirida turadi. Bizning organizmimizni ichidan yeb bitiradigan va vitamin minerallarni ishlab chiqaruvchi hujayralarimizni shikastlantiradigan mahsulotlardan birinchisi bu fast food. Chunki eng zo'r kafelarda ham gamburger, lavash go'shtlari bor yo'g'i 7 daqiqada pishadi. Ular ko'p holatlarda sifatiga emas, soniga qarashadi. Shu sababli bizning reytingimizda sog'lig'imiz uchun zararli bo'lgan mahsulotlar eng birinchi bo'lib fast food turadi. Reytingimizni ikkinchi o'rnida esa har xil gazirovka va salqin ichimliklar. Gazirovka va shirin salqin ichimliklarning sostavida har xil aromatizatorlar, har xil ta'm beruvchi ximikatlar mavjud. Shu sababli ular ikkinchi o'rinda. Uchinchi mahsulotimiz esa ko'p holatlarda rak kasalligini chaqiradigan va o'zini sostavida nitritlar va konservantlarni jamlagan kolbasa va shunga o'xshagan mahsulotlarimiz. To'rtinchi mahsulotimiz esa ko'p holatlarda ortiqcha vaznga va albatta o'lim holatiga olib keluvchi, hamma sevib iste'mol qiladigan chipslar.